Assalomu alaykum, Sharg'om shahrining kanalini kuzatuvchilari, sizlarga bitta zo'r nabor ko'rsataman. Bitta emas, ikkita ekan. Buni obzorni qilamiz. Bitta ko'rib baho berib bersizlar naborlarimizga. Bularga katta qassob nabor. Boltalari katta 500 kilolik mol otlarni ham chopaveradi. Juda ham baquvvat holatda 2,5 kilodan oshiq holatda qilib tayyorlab qo'yganmiz. Mana bu yerda chopqilari, qayrog'i, iteri pichog'i, har xil pichoqlaridan bor. Bemalol buyurtma qilishinglar mumkin. Bitta ko'rib birinchi baho berib qo'yinglar. Ismlarini yozdirib beramiz. Biz bonuslarimiz dastavkasini bekorga qilib beramiz. Pichoqlarni bir boshdan tushuntirib o'taman. Juda ham chiroyli holatda qilib, mana bu sopi o'zidan chiqib ketgan, mana shu oxirigacha chiqib ketgan, naqshlar o'yilgan. Lezvalari aboyma pachimlidan bo'lgan, aboyma pachimlida mana shunaqa qilib ulanadi. Chunki mana bu lezvasi sopini ham aboymadan qilinsa, bu tirsatib sinib qoladi. Shuning uchun mana bunaqa qilib chiroyli qilib ulanadi. Katta bo'g'izlaydigan pichoqlar qo'sob akalarga juda ham tushadi. Bu ham aboyma pachimli, ruchkalari oxirigacha chiqqan. Garovaylashaman, sporlashaman, ishonmaganlar bo'lsa, sindirib beraman, o'zidan chiqarilgan. Birinchi pichog'i teri pichoq bo'ladi. Bu ham aboyma pachimlidan ishlangan, ruchkalari o'rik steklo. Qayroqlari haqiqiy egovdan qilib ishlangan. Mana o'zini izini qoldirib qo'yganmiz, egovligini bildirib turish uchun. Chopqisi ham aboyma pachimlidan qilib ishlab qo'yganmiz. Buni ham ruchkasi oxirigacha yegan. Boltamiz relis materiallar. Xo'p, ikkinchisini ko'rsataman sizlarga. Boltalari buni bir o'zgacha viking bolta qilib ishlab qo'yganmiz. Vikingni bilasizlar. Lezvalar relisdan, ruchkalarini chiroyli holatda qilib naqshlarni o'yib, pichoqlarini, ruchkalarini tekstalitdan nabor qilib, ebonit qilib terib qo'yganmiz akalar. Bunisini maka qo'yib qo'yamiz. Chopqisi, qayrog'i, bitta terilashga pichog'i va yana bitta razdelka pichog'i. Mana bu yerda bo'g'izlaydigan pichoq. Bu ikkovini ham bo'g'izga ishlasa bo'laveradi. Bu pichoqlarni o'zimiz ishlatib sinovdan o'tkazganmiz. Bemalol buyurtma qilishinglar mumkin. Nirjaveka qilib, klapandan qilib ishlangan pichoqlar. Chexollari tayyor holatda, qayroqlari silliq holatda o'ziga tushadigan qilib ishlangan. Chopqilari bemalol tovuqni suvaklarini chopaverasizlar. Qo'ydi ham kichkina qo'ylar bo'lsa bemalol chopaveradi, lekin boltasi bemalol 100 kilo, 200 kilolik qo'ylarni ham bemalol chopaveradi. Ba'zan paroda qo'ylar chiqib ketgan shunaqa. Teri pichoqlari ham universalli qilib teshib qo'ymaydigan darajada qilib ishlangan. Razdelni